Yuklayapti, ketyapti. Hormang aka, assalomu alaykum. Kiloga ham sotilaveradi, ha? Qanchadi? 6000 so'm sredniysi. Kattaroqlarichi? 6,5 ming so'm mana. Kartoshkalar. Assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti bular? 4,5 ming so'm, ha? Kattalarichi? 6,5 ming so'm mana aka, ukalar. Kelaverasizlar. Jasur akaniki ekan. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Qizil kartoshkalar ham bor ekan. Qanchadan ekan bular? 7,5 ming so'm, aka. Sredniysichi? 4,5 ming. 4,5 ming so'm. Buchi oqchi? 6700. 6700 so'm kelaverasizlar. Piyozlar ko'p. Aka, assalomu alaykum. Qizil piyoz qancha? 5 ming so'm, ha? Bu yangi piyozlarchi? Bu ham yangisi, qizil yangi. Qizil yangisi, ha. Bu ham qancha? 1200 so'm mana, katta adbornilar. Kelaverasizlar Qo'rg'on bozor. Hurmatli tomoshabinlar, qaranglar, pomidor narxlari, pomidor, bodring narxlarini ko'rsatib o'tdi. Aka qanchadi bugun? 8 ming so'm. Alamin, ha bu. 17-may sanasi bilan 8 ming so'm. Ketdi mana pomidor bodringlarni ko'rsatib o'tamiz. Hormang, qancha bo'lyapti? Orzu bodringlar. Bodring 7,5 ming kilosi. Pomidorlarchi? 8 ming so'm mana aka. Alamin, ha, birinchi sort, ha bu. Qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar mana. Tagi bilan bir xil chiqyapti mana aka. Hurmatli tomoshabinlar. Hormang, qanchadi bu? Qanchadi bular? 5,5. 5,5 mingdan, ha. Bunisichi? 5 ming. 5 ming so'm. Bu 6 ming so'm, ha. Bomba. Bomba pomidor deydi. Olib chiqyapti. Bodringlar qancha? 7,5 ming so'm. Buchi? 9 ming so'm, ha, pomidor, alamin. Aka hormang. Qanchadan? 8 mingdan, alamin, ha bu. 8 ming so'm mana. Qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Hormanglar akalar qanchadan bo'lyapti? Bular pomidorlar. Kilo 15 ming. Kilo 15 ming so'm, ha, bir xil ekan narxi. 17 ming so'm. Qo'rg'on bozori. Aka hormang. Assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti? Buni 8 dan beramiz aka. Alamina birinchi sort 8 ming so'm mana. Sifatli joyidan pomidor so'rasanglar, mana tagi ham bir xil chiqyapti. Qo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Charchamang aka. Nega yaxshimisiz? Qancha orzu bodringlar? 7 ming aka, 7 ming so'm. Damassadan Assalomu alaykum. qolib ketdi. Ha, 7 ming so'm aka. Kelaverasizlar. Farnidan kelyapti, ha? Svejiy joyidan mana. Bularchi rozi pomidorlar? 12 beramiz aka. 6 mingdan, ha, roziliklar. Maydaroq faqat kelaverasizlar mana. O'zini ham olib qo'yadi. Ha, bu kishini taniydi o'zi ko'plar, obunachilarimiz. Bu qanchadi? Bu 8,5 aka. 8,5 mingdan. Beramiz. YouTube kanalimizga qo'yamiz, YouTube kanalimiz. Kelaverasizlar mana. Pomidor bodring mumkin shunaqa. Buni qancha dizgilosdi? 30 ming. Bunisichi? Bu ham 30 mingdan, ha. Qulpnoylarni 30 mingizmi? 35 mingdan, ha, qulpnoylar. 17-may sanasi bilan. Bu qanchadi? 35 mingdan, ha. Giloslarichi? 30 mingdan arzon bo'lib qolibdi mana gilosi. Kelaverasizlar. Gilosda serob juda. 25 ming ko'ksiltonmi? 25 ming arzon joyidan mana kelaverasizlar. Pomidorlarni qaranglar. Pomidorlar qancha? 10 mingdan, ha, kilosi. Svejiy zo'r pomidor. Bananlar qancha? Banan 18 mingdan. Nokchi? Noklar zo'r ekan, xolodilnikdan chiqqanda bu. 15 mingdan noklar. Kelaverasizlar, Qo'rg'on bozoriga. Pomidor qancha? Nimachi qulpnoychi? 30 ming. Giloschi? 30 ming so'mdan ona. Ko'ksilton qancha? Svejiy ekan, zo'r ekan. 30 ming so'm mana ko'ksiltonlar. Banan zo'r pishgan ekan, qancha ekan? 20 ming so'm mana kilosi. Kelaver. Mandarinchi? 12 ming. Aksiya bo'lib qolibdi, arzon bo'lib qo'ying. Kelaverasizlar. Gilos qancha sotyapsiz?
Kilosu 30 ming. 30 ming so'm mana. Qulupnaychi 38. 38 ming. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Qashqadaryo qarshi Yerqo'rg'on bozoriga. Kiloslar qulupnay qancha? Taxminan ha? Qulupnaylar qancha edi? 35 dan yashi yo'q. 33 mingdan qilib berar ekan yashi yog'anga. Qulupnaylar mana. O'zi qulupnaylar tugashni boshladi, lekin arzon joyidan mana kelaverasizlar. Tugayapti o'zi qulupnaylar, ha? Lekin arzon joy ekan, kelaverasiz Yerqo'rg'on bozori. Ko'ksizdan qancha? 25 ming. Bularchi qulupnaylarchi? 38 ming. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Bodring qancha? 10 ming. Pomidorchi? 10 ming. Bodring ko'tarilibdi-da. Assalomu alaykum. Bodring qancha sotyapsiz? 8,5 ming. Orzu bodring. Olmalarchi? Olmalar 8 ming. 8 ming so'mdan. Kartoshka qancha? 7 ming so'mdanmi? Pomidor qancha? Olmachi? Olma 20 ming so'm mana. Kelaverasiz Yerqo'rg'on bozori. Serob mevalar. Pomidorlar qancha? 7,5. Bu arzon joyida mana. Qattiq ekan-a? Sveji pomidor. Mana Yerqo'rg'on bozori, Gilam bozor to'g'risidan kirib kelaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Ananaslar mana, ananaslar narxi bugun 17-may. Qancha edi? Ananas 35 ming. Donasi 35 ming so'm. Sveji zo'r ha bu. Mana. Bu saltanat olmachi? Kelon yo'q. 30 ming so'm ekan kivilar mana aka. Saltanat olmalarchi? Saltanat 17 ming. 17 ming so'mdan. Mandarin 24 mingdan kapalak mana. Nokchi 13 ming so'm mana aka. Kelaverasizlar. Bu olmalar qanchadan? 23 mingdan nok o'xshagan o'zi. Nokka o'xshagan ekan. Bu qancha kiribsan? 10 ming so'm aksiya. Aksiya 10 ming so'm, apelsinchi 12 ming so'm aka-ukalar kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozoriga. Shunday oxirgi darvozadan kirib kelishga Yerqo'rg'on bozoriga, orqa tarafda. Optim Gurunch do'koniga keldik aka-ukalar. Arzon joyidan. Aka xormang. Assalomu alaykum. Ishlaringiz zo'rmi? Qanday bo'lyapti guruch narxlari? Bo'lyapti, sizga yomon emas. Yomon emas, ha? Nech pul qilib beryapsiz? Mayiz nech pul sotyapsiz? 27. 27? Ha, oshmayiz. 27. Gibrid qancha no'xat? Gibrid Ha. 25. Turkchi? Turk 15. Turk 15. Mana aka-ukalar. Bu alanga ha bu? Neydi 50 ming so'mmi? 10 ming so'm. Alanga 10 ming so'm ekan mana. Lazerda mana bu nech pullaydi? 10 ming so'm. 10 ming so'm ha lazerlaringiz. Mana lazer 10 ming so'm aka-ukalar. Kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozoriga. Alanga zo'rmi bu? Alangan dodasi. Qancha edi? 11 ming so'm ekan mana. Hurmatli tomoshabinlar. Lazer zo'ridan so'rasanglar qilich sortidan. Bular qancha sotyapsiz bularni? 12 ming so'm mana aka. 3 barobar, 4 barobar shishadi bular xohlasa. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar akamiz. Pomidor bodringchi aka-ukalar to'g'risida Optim Gurunch do'koni bor mana xaltalar bosib taylangan. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Qanchani so'rab topib berishadi mana. 5 minglik joyidan drablanka. Drablanka bu? 5 mingmi bu? 4 ming ham qilib berasiz. Mana aka. Mana bu alangami bu? Avangardmi? Kenja bu. Kenja qancha bu? Kenja 6,5 ming. 6,5 ming. Ovqatga zo'r ha? Zo'r. Ovqatga zo'r mana. Kelaverasizlar aka-ukalar. Serob gurunchlar. Qarang, zig'ir yog'ingiz qanchadi? Aka, bunisi-chi narxi? Bu 27 ming. Ko'tarildimi narxlari? Sifati zo'rmi bu? 20 ming edi-ki? Ha, zavodskoy ha bu. Mosh qancha? Mosh qancha aka? Bosh 22. 22. 22 ming ekan mosh. Optim, kelaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar.